Bir qizning buvasi kechasida kamroq yurish kerak, shomdan keyin yurib bo'lmaydi deb doim ogohlantirar ekan. Bir kuni shomdan keyin o'rtog'imni uyiga yotgani chiqib ketayotganida buvasi yana ogohlantiribdi. Senga ming marta aytganman, shomdan keyin ko'chada yurib bo'lmaydi. Har qancha ishing bo'lsa, shomdan oldin bitirgin deb. Jimpin ilashtirib yoki bironta jimpin chopib ketmasa bo'ldi kechasida shom paytida yuraverganingdan debdi buvasi. Qiz buvasiga qarab, "Buva, nimaga doim shunaqa narsalarni gapirasiz? Men qo'rqmayman, bunaqa narsalarga ishonmayman" deb o'rtog'ining uyiga chiqib ketdi. Qiz o'rtog'i bilan mahalladosh ekan. Uylar orasida bitta uy bor ekan xolos. Eshik tagida qiz o'rtog'i kutib turgan ekan. Qiz o'rtog'ining oldiga kelib, "Buvim xalat bo'lib qolganlar, tavba, kechasi jimpin deydilarmi?" desa, ismini sekinroq ayt, bu narsa rostdan ham bor desa, "Sen ham shunaqa narsalarga ishonasanmi? Men umuman ishonmayman" deb uyga kirib ketibdi qiz. Qizni qulog'iga oyisining ovozi eshitila boshlabdi. "Ruxshona" deb 2 marta chaqiribdi. Qiz xonadan yugurib chiqib ketsa, o'rtog'i "Qayerga ketyapsan?" desa, "Oyim chaqiryapti, hozir chiqaman" deb uydan yugurib chiqib ketibdi. Ruxshona yugurib uyga chiqsa, oyisi uxlayotgan ekan. Oyisini uyg'otib, "Oyi, chaqirdingizmi?" desa, "Tushundimsan, men seni nima chaqiraman, tinchlikmi?" debdi. "Siz ovozingizni eshitdim, Ruxshona deb chaqirdingiz" desa, "Men seni chaqirmadim, bor yotib uxla" debdi. "Men o'rtog'imga bo'laman" deb o'rtog'ining uyiga yana qaytib chiqib ketibdi. Qiz o'rtog'ining uyi tomon yurishda boshlaganda orqasidan kimdir yurayotganini his qiladi. Qadam tovushlari ship-ship eshitiladi. Qiz to'xtaydi. To'xtasa qadam tovushlari ham to'xtaydi. Qiz ko'zini qirib bilan orqaga qarasa, orqada hech kim bo'lmaydi. Qiz yana sekin yurishda davom etadi. Qadam tovushlari bu safar yaqinroqdan eshitiladi. Qiz yana to'xtab sekin orqasiga qarasa, orqada hech kim bo'lmaydi. Qiz qo'rqib ketganidan o'rtog'ining uyi tomon yuguradi. Qadam tovushlari ham u bilan teng-teng yuguradi. Qiz to'xtab orqasiga qarab, "Nimasan deyman" deb o'girilganida kimdir qizni yuziga tarsaki tushiradi. Qiz qattiq qo'rqib ketganidan hushdan ketib qoladi. O'ziga kelganda esa og'zi qulog'iga yetib qolgan bo'ladi, ya'ni qiyshayib qolgan bo'ladi. Rostdan ham jin chalib ketgan bo'ladi.